Agar yer sharidagi barliq muzliqlar erib ketsa, insonlar yana qanchalik bardoshlik bera oladi? Muzliqlar erib ketgan amon butun yer sharidagi dengiz yuzi tekshiligi 68 metr o'rlaydi. London va Sidneyni o'z ichiga olgan ko'p qism dengiz bo'yi shaharlari butunlay suvga g'arq bo'ladi. Muzliqlar erib 1 soatdan keyin atmosfera issiqlik tangpungligi butunlay buziladi. Muzliqlar erib bir kundan keyin 590 milliondan ko'p nopos uy-makonsiz qoladi. Hamda ichki quruqliklarga ko'chib berib hayot kechirishga majbur bo'ladi. Shu damda har qaysi davlatlar ahvolining ig'irligini bara-bara his qilib yetadi hamda tez suratda jiddiy yig'inlarni chaqiradi. Muzliqlar erib bir haftadan keyin zo'r miqdordagi tatliq suv dengiz okeanlariga quyilg'achqa, ilgari muqim bo'lgan okean iqlimlarida osmon zimindek o'zgarish yuz berishga boshlaydi. Qattiq bo'ron, qora yomg'ir, dengiz toshqini qatorliq ko'p xil nachar havo-rayi orqa-orqadan yetib keladi. Muzliqlar erib bir oydan keyin dengiz suvi tuyuqsiz ko'payganlikdan yer sharining o'z o'qida aylanish suratida ozroq ostlash ko'riladi. Dengiz osti bo'laklari shuningga agishib chalanishga boshlaydi. Bu dengiz osti bo'laklarining zo'r miqdorda energiya qo'yib berishini keltirib chiqaradi. Qattiq yer tavrash butun yer shari miqyosida orqa-orqadan yuz beradi. Muzliqlar erib 3 oydan keyin ibtidoiy viruslar qaytadan atrofimizda paydo bo'lishi mumkin. 2015-yili olimlar o'zlari to'plagan Sibiriya muzliq avrishkisi ichidan 15 ming yil burungi qadimiy virusning cho'kmasini bayqadi. Muzliqlar erib ketib qolsa, ilgari cho'nqur qatlamlardagi muz qalta ostiga yuchirilgan ibtidoiy viruslar okean iqlimining harakatiga ergishib, bara-bara dunyoning har qaysi budon pushqaqlarga taraydi. Bu yana qandoq oqibatlarni keltirib chiqaradi? Buni insonlar tasavvur qilishga aslo amalsiz. Muzliqlar erib yarim yildan keyin butun yer shari ekologiya sistemasi allaqachon ig'ir buzg'unchilik uchraydi. Shimoliy qutbi, Tiolin qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'p xil jonliqlarning hammasi ularning makonidan ayrilib qoladi hamda bara-bara nasl qurish ko'zlanadi. Muzliqlar erib bir yildan keyin temperatura shiddatli o'rlashga boshlaydi. Muz qoplamasi oq rangda bo'lg'achqa, u eng yuqori chekda quyosh nurini qaytara oladi. Mana hozir muz qoplamasining yo'qolishi dengiz suvining texnik ko'p issiqlikni simirdiganligidan darak beradi. Bu yana yer shari o'ttirich temperaturasining 20 selsiya gradus atrofida o'rilishini keltirib chiqaradi. Quyoshning kuchli ko'ydirish ostida ko'p xil dehqonchilik ziroatlari orqa-orqadan o'lishga boshlaydi. Insonlarning ochliq ta'minoti zo'r miqdorda ozaydi. Uningdan keyingi vaqtlarda ulanib kelgan yuqori temperatura qurib ketgan o'simlik yepinchisi va o'rmonlarni ko'ydiradi. Dunyodagi har qaysi joylarda ig'ir o't ofatlar yuz berdi. Shu damda yer sharining sirtqi yuzi allaqachon insonlarning yashiga mos kelmaydi. Ko'p qism davlatlarmo aholilarini vaqtli qurib olgan yerosti panohlanish o'rinlariga yo'tkazib boshlaydi. Lekin bu amallarmo bek uzun vaqt bardoshlik bera olmaydi. Nachar havo klimatining barg'ancha ig'irlishiga ergishib, insonlarning jazman 2 yil ichida planetlararo ko'chman bo'lishini tamomlashiga to'g'ri keladi. Faqat mushunda qilgandala ondan insonlar madaniyatini davomlashtirishga bo'ladi. Bulardan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, muzliqlarning erishining insonlarga paydo qilgan ta'siri haqiqatan intayin qo'rqinchli. Bugun yer shari klimat illishining tezlashiga ergishib, muzliqlarning erish sur'ati allaqachon xatar kritik nuqtadan eshib ketdi. Olimlarning mo'ljalga asoslanganda o'tib ketgan 25 yilda Antarktida qit'asi allaqachon 10 trillion tonnadan ortiq tatliq suv zapsidan mahrum bo'lgan. Yer shari dengiz yuzi tekshiligi bo'lsa, har yili 0.3 cm suratda shiddatli o'rlayotadi. 2019-yili 9-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ogohlantirish chiqargan bo'lib, agar insonlar yana o'zini kontrol qilmay davomli holda karbon dioksidining qo'yib berish miqdorini oshirsa, uzun hisoblaganda 2100-yili dengiz yuzi tekshiligi kam deganda 1 metrdan ortiq yuqori o'rlaydi ekan. To'g'ri, 2100-yili bizdan ancha yiroq emas. Bu faqat 80 yilga yetmagan vaqt. Lekin odamni echindirdig'ini, yer sharining muhiti barg'ancha ig'irlashayotgan bugun biz bularga nisbatan bir ro'shan o'zgarish qilib boqmadik. Har yili necha 10 million gektardan ortiq o'rmonlar kesilyotadi. Har yili karbon dioksidining qo'yib berish miqdori necha suratda eshyotadi. Biz hamisha xatar bizdan noit yiroq deb qaraymiz. Lekin ig'ir ofat yetib kelgan vaqtda u hamon insonlarga qilchilikmi fursat bermaydi. Biz klimat o'zgarishini eng tushunadigan birinchi avlod kishilar hamda uningga nisbatan tadbir qo'llana oladigan eng oxirgi bir avlod kishilar. Qani birlikda kichik ishlardan boshlab karbon dioksidining qo'yib berilish miqdorini azaytib, bu dunyo uchun qurbimizning yetishicha bir kishilik to'kpimizni qo'shaylik. Bo'ldi. Bugungi mazmun mush yerda oxirlashdi.